aytishibdi. Yo'qmi qilmang oyijon, bu haqiqiy emas. Kelingiz fokusni ishga tayinlamatdi. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Mayli ochiladi. Zebo kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotiram, men bu yasalgan. Серьезно? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing bitta fokus ko'rsating. Oyijon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan bir kutib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi. Ha, qazg'og'imni fokus qilib yo'qota olmaysan. Buni ikkita biotini bo'lib turib, sochida oq tushayotgan insonlarda o'sha oqarishlarni ketkazadi. Oqarishlarni ko'paytirib bermaydi, kamaytiradi. Bu soch shampunimiz laminatsiya. Laminatsiya ya'ni sochlarni yaltiratib beradi. Keyingi soch shampunimiz hajolanmasligi. Bu shampunimizda esa sochni mustahkamlaydi. Polni uch ildizidan uchgacha sochni mustahkamlab, sochga mutatsiya, ya'ni kuch beradi. Keyingi shampunimizda esa, mana bu shampunimizda insichni ukruplaydi, ya'ni ildizlarni mustahkamlab beradi. Har doim aytaman, sochlarni to'kilishini qo'yamasdan, soch to'kilishidan oldin harakat qilinglar. Har bitta shampunimizning o'ziga yarasha vazifalari bor. Sizga nima sochingizni zo'r o'stirmoqchi bo'lsangiz, mana bu shampundan foydalaning. Yaltiratishni xohlaysiz, bundan foydalaning. Mustahkam bo'lishini xohlaysiz, bundan foydalaning. Ildizlari baqat bo'lishi uchun bundan foydalaning. Shuning uchun hamma narsa bizda bor. Xudim va shirin ekan, nimani go'shti, ona? Quyon go'shti. Kelin ishlabmasdan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartda so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni, Zebo? 6 yil. Ha, 6 yil umring, ha.